kelinimni virusi bor ekan, qizimda virus bor ekan, ko'proq vikodish bo'lib qolyapti, bolasi tushib qolyapti deb ko'p qaynonalar hamda onalarimiz aziyat chekyapti. Mana shu taksoplazma, ureoplazma, xlamediya, mikoplazma va to'rchi infeksiyani boshqa viruslari bilan kasallangan bemorlar uchun yechim bor. Endi onalarimiz, qaynonalarimiz iztirob chekishiga hojat qolmadi. Albatta bu sinalgan, juda ko'p marta natija olingan mahsulotlar haqida men sizlarga hozir aytib beraman. Bu mahsulotimiz Immunobox, chunki organizmda immuniy sistema zo'r ishlasa, hech qanday virus, bakteriyalarga joy qolmaydi, hojat qolmaydi. Agar sink mahsuloti bo'ladigan bo'lsa, immunitetni bu yordam berib, qo'shimcha oziqlantirib, organizmni kuch-quvvatga to'ldirib berib turadi. Bunda ham viruslarga joy qolmaydi. Ayniqsa EPAM 7 degan antivirusli mana bu mahsulotimiz bo'ladigan bo'lsa, siz hech qachon xavotirlanmasangiz ham bo'ladi. Chunki sizni nevarangiz, farzandingiz sog'lom va baquvvat, hech qanday to'rch infeksiyasiz tug'iladi. Bunga albatta bizda ko'p natijalar bor. Natijalarni video so'ngida qo'yib qo'yamiz. Azizlarim, hatto 13 yil, 14 yil farzand ko'rolmasdan yurganlarda ham natijalarni mana yaqindagina o'tkazib oldik. Buni ham qo'yib qo'yamiz. To'rch infeksiya hozirgi kunda